O'tib joylashib olinglar o'ng tomondan. Mana bu tarafga Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar va tumanimiz mehmonlari. Avvalo mana shunday asalarichilik vohada yagona bo'lgan majmuasini ochilish marosimiga xush kelibsizlar. Qarsak. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun va tabrik uchun so'z Chiroqchi tuman hokimi Xurram Jo'rayevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbir ishtirokchilari. Endi haqiqatan ham mana shu majmuani ochilishi bu bir tarixiy sana desak to'g'ri bo'ladi. Biz ko'p sohalarni ko'rdik hammamiz sizlar bilan birga. Hamma sohalarda ulkan o'zgarishlar namoyon bo'lyapti butun respublikamiz bo'yicha. Muhtaram prezidentimiz tomonidan mana xabarlaringiz bor. Shu mahallabay ishlash tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha juda katta ulkan qadamlar tashlandi. Bu demak qishloq xo'jaligi sohasini olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bog'dorchilik, baliqchilik, mana asalarichilik, umuman mana shu sabzavotchilik shu sohalarda mahallabay ishlash tizimi deganda bu albatta mana shu bitta mahallada bir mahsulot degan mana shu ibora paydo bo'ldi. Demak, agar biz ixtisoslashuv, bu ixtisoslashuv nimadan iborat bo'ladi? Mana masalan bizda Qahramon degan mahalla bor, mana qishloq o'sha daryoning o'zanida joylashgan. Ular o'zi baliqchilikni o'zlashtirib bo'ldi. Bitta ikkita tadbirkor boshladi, keyin boshqa xonadonlarda mana hozir daryoning o'zanida juda katta hajmdagi ish amalga oshirilyapti. Mana shu mahallani o'sha baliqchilikka misol uchun ixtisoslash. Mana bizda Pakanda mahallasi bor, bilasizlar, mana ko'chatchilikda juda bir ilg'or mana shu mahallalardan. O'sha mahalla asosan mana shu ko'chatchilik bilan shug'ullanadi. Endi mana bu Qirg'iz mahallasi bo'lib deydigan bo'lsak, bu yerda mana hozir boshchiligida shu juda katta rahmat. Albatta buni har kim ham bu ishga qo'l urolmaydi. Buni hammasi mana shu bino, mana shu bino. Masalan, bu shuncha binoni xarajat qilib qo'ygan bir choyxona yo to'yxona qilib qo'ysa bo'laydi-ku. Bizda shu an'anaga kirib qolganda bitta ozroq pul topsak, birdan magazin qilamiz, to'yxona qilamiz, zapravka qilamiz-da. Bu bor haqiqat bu. Ayniqsa chiroqchida bizda shunday afsuski. Lekin buni kelajagi yo'q, u zapravkani ham, to'yxonani ham kelajagi yo'q. To'ylarda ham mana hovliga o'tkazishga qaytyapmiz. Lekin buni kelajagi bor. Buni kelajagi nimadan iborat? Mana ishsiz yurgan, mana prezidentimizning siyosatlari shuning uchun ham mahalla bo'yi deyilgan. Kasbga o'rgatish. Buni avvalo kasbga o'rgatish uchun avvalo o'sha yoshni qiziqtirish kerak bu narsaga. Qiziqtirish uchun mana bunaqa markaz kerak. Mana bu yerda hozir kirib ko'ramiz. Mana ham teoretik boyaga amaliyot o'taladigan xona и praktik, ya'ni o'sha jarayonni qanday kechishini ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlab, o'zi amalga oshirgandan keyin unda qiziqish paydo bo'ladi. Mana biza bu yil 1000 ta xonadonda mana shu asalarichilikka ixtisoslashib, mana shu davlatimiz tomonidan bitta oilaga kamida bir 2 quti asal bo'lsa, hech uni zarari yo'q. Bu ishini ham qilaveradi. Bunga hech katta mehnat talab qilinmaydi. Hovlini bir burchagiga qo'yib qo'ysa, bir 5 ta qutimi, 6 ta qutimi, bir qutida 2 ta uya bo'ladi. Shu hech bo'lmasa o'zini ro'zg'ori uchun, qo'ni qo'shni, qarindosh urug' asal foydasi juda katta-ku. Inson organizmi uchun. Tabiiy usulda yetishtirilgan asal undan ham foydali. Demak, biz mana shuni shu yerda mana maktab, asalarichilik maktabi deb atasak to'g'ri bo'ladi. Bu yerda mana albatta buni kelajagi bo'ladi albatta. Sababi mana shu yerda o'qitiladigan o'quvchilarning o'ziga davlat tomonidan stipendiya ham hunarni o'rganadi. Asalda qanday boqishdi. Keyin davlat tomonidan stipendiya joriy qilyapmiz. Mehnat bandligida. O'qitgan o'qituvchiga oylik beryapti davlat. O'qitgani uchun, bo'lmasa u ta'sir olib, bu foyda olyapti o'ziga. Yana uni davlat unga stipendiya beryapti. Bunday bo'lgandan keyin bu sharoitda masalan biz